هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nur tefsiri 47. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Nur 47. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Münafıklar Allah'a ve peygamberge iman ettik ve itaat kıldık deyişidir. Andın uladın bir cemaat şunundan yani imanını dava kılgandan keyin şeriat hükümüden yüz örüydü. Ula hakikatte mümin emas. Ulanın arasında peygamber hüküm çıkarış için ula Allah'ın ve peygamberinin hükmüge çağırılsa uladın bir cemaat peygamberinin aldığı hazır buluştan başlatıdı. Eğer hakikat ulanın tarafında bulunduğun bolsa, Peygamber aleyhisselamның hak hüküm çıkardıganlıqını bildiganlıqları üçün Peygamberge boysungan aldı kelişidir. Ulanın dillerinde münafıklık illeti barmı? Ya Muhammed aleyhisselamның peygamberliginden gümanlanamdı? Ya Allah'ın ve onun peygamberinin ulağı adil bulmaslıkından korkamdı? Yok. Ula Resulullah'ın hükmüdün baş taqqanlıkları için zalimdir. Peygamber müminlerin arasında hüküm çıkarış için ula Allah'a ve onun peygamberiga çağırılgan çağda ula anladık ve itaat kıldık deyişleri gerek. Mana şundaq kişiler maqsadga erishkichilardir. Allah'a ve onun peygamberiga itaat kılgan, Allah'tan korkan ve onunla takvadarlık kılgan kişiler baxtga erishkichilardir. Münafıklarning hilisi ve müminlerin hali to'g'risida. Allah Teala ko'nglidagi narsaning qarshisini ko'rsatadigan ve İğizdila Allah Teala'ga peygamberge iman ettik ve boysunduk deydigan münafıklarning sifatlaridan haber verip mundaq dedi. Münafıklar Allah'a ve peygamberge iman ettik ve itaat kıldık deyişidir. Andın ulardan bir cemaat şunundan yani imanını dava kılgandan keyin şeriat hükmüden yüz örüydü. Yani sözü bilen ameliyeti birdek emas. Qılmaydigan işini qılımız deydi. Şuna Allah Teala mundaq dedi. Ula hakikati mümin emas. Ulanın arasında peygamber hüküm çıkarış için ula Allah'ın ve peygamberinin hükmüge çağırılsa uladın bir cemaat peygamberinin aldığı hazır buluştan başlatıdı. Yani ula Allah Teala peygamberge düşürgen hakikatga ergişishga çağırılsa onundan yüz örüydü ve ergişishdan çoğunluk kıldı. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Sana nazil kılıngan kitapga yani Kur'an'a ve senden burun nazil kılıngan kitaplarga yani Tevrat'a ve İncil'ga iman keltirdik devalgan kişiler yani münafıklarni kömüdünmü? Ula erzini şeytanın aldığı elip bağmakçı boluvatıdı. Halbuki ula şeytanını inkar kılışqa buyurulgan. Şeytan ulanı çonqur azdırışını xalaydı. Ula yani münafıklarga Allah nazil kılgan kitap tarafga ve peygamber tarafga kelinglar deyilse münafıklarning senden qattiq yüz örgenlikini görsen. Eğer hakikat ulanın tarafında bulunduğun bolsa Peygamber aleyhisselamның
haq hüküm chiqaradiganligini biladiganliklari uchun payg'ambarga bo'ysungan oldi kelishidi. Ya'ni agar haqiqat ularning tarafida bo'ladigan bo'lsa, ular payg'ambar alayhisalomga bo'ysungan va bosh eggan oldi keladi. Agar haqiqat ularning qarshi tarafida bo'ladigan bo'lsa, ular payg'ambar alayhisalomdan yuz o'riydi. Haqning qarshisi chaqirdi va o'zlarining haqsizliklarini rivojlantirish uchun payg'ambar alayhisalomdan boshqasining hukm qilishini yoqtirdi. Haqiqat ularning tarafida bo'lganda, ularning payg'ambar alayhisalomning qishig'a bo'ysungan oldi kelishi chiqarilgan hukmni haq deb qaraganligi uchun bo'lmasdan, balki shu haqiqat o'zlarining havoyi havaslariga to'g'ri kelib qolganligi uchundir. Shunga ular haqiqat o'zlarining havoyi havaslariga to'g'ri kelmagan hamon hukm qildirish uchun payg'ambar alayhisalomdan boshqasining qishig'i bordi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: ularning dillarida munofiqlik illati bormi? Ya Muhammad alayhisalomning payg'ambarligidan gumonlanamdi, ya Allohning va uning payg'ambarining ularga adil bo'lmasligidan qo'rqamdi. Ya'ni ularning shunday qilishi ularning dillarida munofiqlik kesili borligidan yoki dinda shak qilganliklaridan yoki Allohning va uning payg'ambarining ularga qarshi hukm chiqarib qilishidan qo'rqqanligidan boshqa bir narsa emasdir. Mayli qaysi sababidan bo'lsin, bu faqat ularning kafir bo'lganligidandir. Alloh taolo ularning dillarida nima borligini va ularning tabiatiga mushu sifatlardan qaysisining singib ketganligini biladi. Yo'q, ular Rasulullohning hukmidan bosh tortganliklari uchun zolimdir. Ya'ni amaliyotda ular o'zlariga o'zlari uvol qilgan va haqdan chiqib ketgan kishilardir. Alloh taolo va uning payg'ambari ularning Alloh taolo va uning payg'ambari bizlarga odillik qilmay qolamikin deb qilgan gumonlardan pokdir. Ondan Alloh taolo hukmni Alloh taolaning kitobi va payg'ambarining bildirib qo'ygan yo'lidan boshqasidan izlamaydigan, Alloh taolo va uning payg'ambariga bo'ysunadigan mu'minlarning sifatlaridan xabar berib mundaq dedi: payg'ambar mu'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga va uning payg'ambariga chaqirilgan chaqda ular angladik va itoat qildik deyishlar kerak. Shunga Alloh taolo ularni maqsadlariga va xotirjamlikka erishidi deb sifatlab mundaq dedi: mana shunday kishilar maqsadga erishuvchilardir. Payg'ambar mu'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga va uning payg'ambariga chaqirilgan chaqda ular angladik va itoat qildik deyishlari kerak. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq dedi: Ansarilardan Makkada payg'ambar alayhisalomga bergan bay'atga qatnashishga tanlangan kishilarning biri bo'lgan va Badr urushi qatnashgan Ubada ibn Samit sakratga tushib qolganda qarindishining o'g'li Junada ibn Abu Umayyaga men sana ustingda qaysi majburiyat va sening qanday haqqingning borligini deb beraymi dedi. Qarindishining o'g'li shunday qil dedi. U sening majburiyating bo'lsa qiyin, oson, yoqtiradigan va yoqtirmaydigan ahvollarda Alloh taolo va uning payg'ambarining buyruqlarini anglashing, uningga bo'ysunishing, uni o'zingning foydasidan a'lo bilishing, haqni so'zlashing va Alloh taoloning oldida gunohligi aniq bo'lgan yomon ishga buyurilmaganlar bo'lsa, musulmon boshliqqa qarshi chiqmasliging lozimdir. Agar sen Alloh taoloning kitobiga qarshi keladigan bir ishga buyurilsang, bu chaqda u ishni qilmay Alloh taoloning kitobiga ergashgin dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Qatada
Abu Dardoning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Islom Alloh taologa bo'ysunish bilan bo'ladi. Birlashib jamoat bo'lishda yaxshilik bordir. Samimilik Alloh taologa, uning payg'ambariga, musulmonlarning boshlig'iga va barliq musulmonlarga bo'ladi. Qatada yana Umar ibn Xattobning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Islomning tutqusi Alloh taolodan boshqa iloh yo'q va Muhammad alayhissalom Alloh taoloning payg'ambari deb guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish va Alloh taolo musulmonlarning ishiga ega qilgan kishiga, ya'ni musulmonning boshlig'iga bo'ysunishdir. Bu asarni Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Alloh taoloning kitobiga, payg'ambarining ko'rsatib bergan yo'llariga va Alloh taologa bo'ysunishga buyurgan musulmonlarning boshliqlariga bo'ysunishga buyurib kelgan hadis va asar nihoyat ko'pdir. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilgan, Allohdan qo'rqqan va uningga taqvodorlik qilgan kishilar, ya'ni Alloh taolo va uning payg'ambari buyurgan ishlarni qilganlar va Alloh taolo va uning payg'ambari to'sgan ishlardan qaytganlar, o'tkazib salgan gunohlari uchun Alloh taolodan qo'rqqanlar va kelgusidagi ishlarda Alloh taologa taqvodorlik qildiganlar baxtga erishkichilardir. Ya'ni dunyo va oxiratda barliq yaxshilikqa erishkichi va hamma yomonlikdan saqlanib qolg'uchilardir. Munofiqlar, agar sen ularni jihadga chiqishga amr qilsang, cho'qim chiqadiganligiga Alloh bilan kuchli qasam qiladi. Aytqinki, qasam qilmanglar, qasaminglar yolg'on. Sizlardan talab qilindigini sadoqatlik bilan itoat qilishdir. Alloh sizlarning qilmishinglardan haqiqatan xabardordir. Aytqinki, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular Allohga itoat qilishdan bosh tortsa, payg'ambarning elchilikni yetkazish mas'uliyati bor. Sizlarning itoat qilish mas'uliyatinglar bor. Agar payg'ambarning amriga itoat qilsanglar, hidoyat topsizlar. Payg'ambarning faqat tushunishlik qilib tabliğ qilish mas'uliyati bor. Alloh taolo payg'ambarini agar u ularni jihadga chiqishga buyursa, cho'qim chiqadiganligiga Allohning nomi bilan kuchli qasam qiladigan munofiqlarga mundaq deyishga buyurdi. Qasam qilmanglar, qasaminglar yolg'on. Sizlardan talab qilindigini sadoqatlik bilan itoat qilishdir. Ya'ni sizlar qasam qilmanglar. Sizlar amaliyatinglarda emas, faqat ig'izinglarda bo'ysunasizlar. Sizlarning qilgan har bir qasaminglar yolg'ondir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Sizlarning roziliqinglarga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib berdi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Alloh fasiq qavmdan rozi bo'lmaydi. Ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib oldi. Kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning dinidan to'sdi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ya'ni yolg'onchilik ularning tabiatiga aylanib ketgandir. Hatta ular odatdagi so'zlaridimi yolg'on so'zlaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Munofiqlarning o'zlarining Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilgan ahli kitob birodarlariga yurtinglardan chiqirib etilasizlar. Biz cho'qim sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Hargiz sizlarning zininglar hisobiga boshqa odamga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush ichilsa cho'qim sizlarga yordam beramiz deyishganligini ko'rmadingmi? Allah guvohlik berdiki, munofiqlar cho'qim yolg'onchilardir. Agar ular haydab chiqarilsa, munofiqlar ular bilan birga chiqmaydi.
Eğer ulağa uruş içilse, münafıklar ulağa yardım vermeydi. Bergen takdirde mi yüz örüp kaçıdı. Ehli kitap yardımga erişelmeydi. Aytqin ki, Allah'a itaat kılınlar, peygamberge itaat kılınlar. Yani sizler Allah Teala'nın kitabıga ve peygamberinin körsatgan yo'liga ergişinglar. Eğer ular Allah'a itaat kılıştan başlatsa, yani eğer sizler peygamber sizlerge ilip kelgan haqdan başlatsanlar ve onu taşlayatsanlar, peygamberinin elçilikini yetkizish mas'uliyati bor. Peygamberinin elçilikini yetkizish mas'uliyati bor. Sizlerning itoat qilish mas'uliyatinglar bor. Yani sizlerning uni qabul qilish, ulug'lash va uning talabi bo'yicha ish ko'rish mas'uliyatinglar bor. Eğer peygamberinin emriga itoat qilsanglar, hidoyat topsizlar. Yani peygamberinin buyrug'iga bo'ysunish to'g'ri yo'l tepishga boshlaydi. Allah Teala u to'g'ri yo'lni sifatlab mundaq dedi. U osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi. Payg'ambarning faqat tushunishlik qilib tabliq qilish mas'uliyati bor. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob ilishdir. Sen ularga va'z nasihat qilgin. Sen faqat ularga va'z nasihat qilg'uchisan. Sen ularga musallat, ya'ni ularni iymonga majburlagichi emassan. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Nur tefsirinden 54. ayetgacha anladыңlar. Axirini keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.